Disk grijani qachon operatsiya qilish kerak? Assalomu alaykum. Men doktor Abduvohid, neyroxirurgman. Sizlarga disk grijasi bo'yicha 3 ta asosiy ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Shunda siz qachon disk grijani jarrohlik yo'li bilan davolash kerakligini bilib olasiz. Birinchidan, konservativ davo samarasiz bo'lsa, ikkinchidan, og'riqlar oyoqlarga berila boshlasa va oyoqlarda harakat pasayishi, sezgini pasayishi va falajlik holatlari kuzatilsa, uchinchidan, kichik chanoq a'zolar faoliyatini buzilishi, ya'ni ichkelish va siyish tutilishi kabi muammolar bo'lsa, bu darhol e'tibor berilishi kerak bo'lgan ogohlantirish belgisidir. Agar sizda va yaqinlaringizda bunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, jarrohlik amaliyoti haqida albatta mutaxassisga murojaat qiling. Disk churrasi kasalligi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish va undan xalos bo'lish uchun sahifamga obuna bo'ling.